do'q qilmasa ham shu harakati bilan ota-ona ozgina cho'chib turadi. Dilini xira qiladi. Ota-ona farzandni reaksiyasidan cho'chiydigan bo'lsa, bu juda dahshatli narsa. Nima bo'ladi shuni ochib bering. Baraka yo'qoladi. Shu baraka yo'qoldimi, demak o'zing taftish qil. Albatta. Barakani o'ldiradigan narsa albatta bu nima? Ota-ona, oilaga, faqat o'ylaydiki, ko'pincha ota-onaga noto'g'ri muomala deydi-da. Oilagachi, xotin bola chaqachi? Sani qo'lingga qarab turadigan xotiningga noto'g'ri muomala qilib barakaga erishadimi? Yo'q. Farzandlarga. Yana bitta holati bor. Yolg'on gapirish. Yolg'on gapirish hozir hammani vizitni kartochkasi bo'lib qolgan. Vizitni kartochkasi bor. Aka pul berib turing desa, cho'ntagida $5000 turadi yoki 1 million so'm. Qancha kerak? $200 desa, hozir ilojim yo'qda deydi. Pulim yo'q deydi. Yolg'onni shunaqa qilib nonga surib yeyapmizki, nonga surib va